Assalomu alaykum, hurmatli Cherry obunachilari. Mana bugun sizlar bilan Ariza 6 Pro avtomashinasini qisqacha obzori bilan tanishib o'tamiz. Mashinamizga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor, 147 ot kuchiga ega 4 porshili turbina motor bo'ladi. Shaharda ichiga 8 ta, danliga 5 ta rasxodlari ham bor. Mashinamizga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya beramiz. Oldi dizayni 3D formatda ishlangan bo'lib, faralar LED optikada bo'ladi. Yon qismlariga o'tadigan bo'lsak, 17 dyumli diska razmerda bo'ladi. Eshiklarimiz beskulchoy dastur bilan jihozlangan. Mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismimizni mana ko'rib turishlaringiz mumkin. 85% eko kojadan iborat bo'ladi. Rollarimiz elektronli. Mashinamiz 2 xil rejimda yuradi. Eko va sport rejimlarida. Multirolga keladigan bo'lsak, palaso держения, slipoy zona, adaptivniy kruz kontrollari bilan jihozlangan. Rollarimiz isiydi, oldi sidinalar, orqa sidinalar ham isiydi. Mashinamiz 360 kamera bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, mana luklarigacha bor. Orqa taraflariga keladigan bo'lsak, orqa taraflari ham anchagina keng. Orqada havo haydash tizimlari ham bor. Mana endi yuk xona qismiga keladigan bo'lsak, 482 litr bagaj hajmimiz. Orqa zavodskoy partronli datchiklari, oldi kameralarigacha bor. Mana orqa mordasini bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 279 million 900 dan narxida chiqadi. Naqd yoki avtokredit yo'nalishida 25 million so'm chegaramiz bor. Agar foizsiz muddatli to'lovlarga keladigan bo'lsak, 1 yildan 5 yilgacha foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Barchangizni Cherry Adamaster avtosaloniga taklif qilamiz.